1 yevrolik, 1 yevrolik. Timoga mana kurtkadan chiqadi zalga bu yoqda hamma gol yuradi. Buni ishonmanglar. Bugun sizlarga 1 yevrolik zalni obzor ko'rsataman. O'zim borib turgan va o'zimiz o'zbeklar boradigan zalni ko'rsataman. Va u zal nomi MK Fit deyiladi. Germaniyaning hamma yerida mavjud gigant zallardan biri hisoblanadi. Ko'rasizlar, eng gigant zal nima uchun 1 yevro? Sababi asosan u hamma shaharlarda bor. Kontrakti 1 yillik tuziladi, undan kam tuzish mumkin emas. Shunaqa. Mana reklama. MK Fit tezroq reklamaga chiq va bizga tezroq homiyligingni berib turib pulingni to'la. Ketdik. Xatroq. Mikrofon beringlar. Yo'q, xatroq aytaver, eshitiladi. Yo'nishga kelsa eshitiladi. Yo'q, shunaqa. Yarashibdimi aka? Mana kurtkam. Yarashibdi, sariq ro'moling. Voy deydi. Alisher Usmonovga o'xshab. Biz hozir peshkom ketyapmiz. Sababi meni uyimdan zalgacha 5 minutlik yo'l, 5 minutlik. Bo'ldi. Короче, zalga mana bu narsa bilan kirish kerak. Mana shu narsa bilan ko'rdilaringmi? Mana qizlar ham chiqadi zalga bu yoqda. Biz ular uchun chiqmaymiz, biz sog'lom turmush tarzi. Go, ketdik. Bu bizning razvalka hisoblanadi. Karta bilan urib yopildi. Ochmoqchi bo'lsak ham shu karta bilan, kirishga ham shu karta. Razvalka hamma narsa bor. Dush islam, hojatxona ham bor, hamma narsa bor, lekin jicha hidi sassiqroq. Yana bitta tomoni bor, eng yomon tomoni. Bu yoqda hamma gol yuradi. Cho'milib ketib turganda gol yuradi, boshqa holatda ham. O'sha tomoni yomon. Endi bizga farqi bo'lib qoldi, o'rganib qoldik biz mahalla. Endi hozir bundan keyin zalga chiqamiz, zaldan chiqib biz просто yuvinmaymiz, uyda yuvinamiz. Shu bo'ldi. Короче, bu bizning tepa etajimiz, zalimiz 2 ga bo'lingan. Tepa etajda faqat tana, tepa qismini og'ir tashlashadi. Pastda kardio hisoblanadi. Kardio bilan yangi mashg'ulot anjomlari bor. Shunday. Uni ko'rsatsam bo'ladi. Buni ko'rsat. Keyin bo'ladi. Bo'ladi. Короче, bu bizda pastki etajimiz. Pastki etajda asosan kardioga ishlanadi. Yangi, misol uchun, asbob anjomlar deyiladi. Past yaxshiroq hisoblanadi kardio. Tepada kamroq narsa ham yo'q. Hozir ko'rsataylik mumkin. Aslida kardio ishlari doim keyin mashq boshlaymiz, qilib olishdi. Undan buyog'i ketaveradi. Oxirida yana qaytadan kardio buyog'i ko'rsatadi. Ya, mana tash zalni shu bo'ladida kardio qilsak uyimiz bilan uyga qaytamiz. Zalga chiqinglar. Foydali, sog'liq uchun edi. Hammamiz bu yoqda o'zbeklar bilan birga shug'ullanib, boshqa davlatga ham bor. Kam ko'p emas. Xo'p. Men zalimni 1 yevroligi yaxshi. Undan ham yaxshi tomoni birinchi kelsangiz birinchi kim zalga kelsa, mana shunaqa sumka podarka qiladi. Men bugun lekin men oldimda akamiz bor, dinozavrlar davridan beri yashagan. U narsa deyman. Menga ber. Bu ham pul turadi. 20 yevromi tursa kerak. Hatto zalni ochamiz. O'zbekiston zali, shundan taraflar O'zbekiston zali. Men faqat ham zali bor. Xudo. Shu narsani qilsangiz bo'lar ekan, biroq biznes ideyasi. Aziz deb. Такой reklama. Tekindan kelsa bo'ladi, turmush bo'lar chiroyli. Bosingda. Hozir mana zalimiz tugatdik. Buni hisoblagan bo'lsak, bizda hozir 2 soatni zalda shug'ullandik. Undan tashqari kardio qildik. 2,5 soatlar bo'ldi. Adashib seni ham bilmadim. 2 soatlar bo'ldi deb o'ylayman. 2 soat o'tdi deb o'ylayman. 1 yevro degan sababi ishonmanglar. Azizcha gapimga 3 oy uchun 1 yevro, keyingi oyda narx o'zgaradi. Misol uchun 29 yo 25 bo'ladi. Har xil bo'ladi. Chunki anons bor. Misol uchun birga familylar olish bor yo bir kishilik olib person bir kishilik olish bor. O'shaning uchun narxlar o'zgarishi mumkin.
3 oy uchun 1 yevrodan to'layman hozir. Shunaqa aksiya ketyapti. Keyin bu sumkani ham olganim sababi, misol uchun menga bermadi o'zi asli. Yana birinchi o'rtog'im keldi, aniq ukam, u registratsiyadan o'tdi, keyin meni chaqiryapti. Misol uchun, mana shu bolaga narsam bor dedi. Keyin pasport olib chiqsam sovg'a beryapti. Mana shunaqa birinchi registratsiyadan o'tganlar shunaqa dedi. Shu o'rindan aytaman, til o'rganinglar. Shu yerdan foyda berdi. Men o'sha payt so'radim. Qani meni sovg'am, men ham birinchi bo'lib kelganman. Nimaga menga bermadilaring? Undan oldin kelganmiz, 2 hafta oldin kelganman. Keyin o'ylab ko'rdi, to'xta dedi, keyin menga olib chiqib berdi. Shu tomonlama til o'rganganlarning, til bilganlar shu tomonlama yaxshi. Shu narsani o'ylayman. Yana nimadir kerak bo'lsa, nimadir misol uchun videoga olish kerak bo'lsa, germaniyada komment yozsalaring, o'sha narsa iloji boricha olib chiqamiz. Hammaga rahmat. Like bilan podpiska bosish esdan chiqmasin. Просто bizda yana motivatsiya olib ishlashimiz uchun.